Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuhu. Aziz she'rsevar do'stlarim, hurmatli birodarlarim, sizlarga o'qib beradigan she'rimiz Rob xush ko'rgan ona. Bir farzandning qismatidagi shifosiz bir dardi ona uchun 100 ta sog' farzandning dardini ko'tarishdan og'ir. Hamma bob dugona ekan Hilola, davrada bir dona ekan Hilola. Sevib qoldik uni jo'radoshlari, gavhardur durdona ekan Hilola. Nur yog'ilib turar chehralaridan, qorong'u ko'nglimiz yorishib ketar. So'zlaridan yog'du taralib, gaplarimiz tezda qovushib ketar. Ma'noli boqishi olamga ta'tir, davrani jilmayish olar bir zumda. Ko'zlar qochadi dasturxondan ham, hamma bir yayrar bir tabassumda. Hilola 100 daston sevib o'qidim, 1 yil berdim unga o'yin vaqtimni. U haqda 350 so'z berdi Alloh, bayon etish uchun hayrat ahdimni. Hilola kabilar o'rnak hayotga, uningdek onalar ko'paysin illoh. Hilola baxt topsin ikki olamda, ziyoda qil ziyoda baxtini Alloh. Sabru toqatiga fillar tan berar, turmush qismatiga shukrli ayol. Hiloladek bo'lsam edim men dono, tozarardi g'ubor mendagi hayol. Samimiy u degan maqom olardim, darddoshlar qalbida mudom qolardim. Qalbim to'ridagi Hilola jonim, yosh bo'lsam kunda bir izlab borardim. Ko'nglingiz ko'tarish oson ish emas, onalarga siz qimmatli ustoz. Sizni sevib duo qilsak ham, bir zahmatingizga 1000 duolar oz. Siz ila tanishish Robdan hidoyat ajri uchun Qur'on qiroat. Siz uchun ochilgan jannat eshigim, sizni sevganga ham oliy halovat. Inshaalloh, ya Alloh. Siz uchun ochilgan jannat eshigim, sizni sevganga ham erur halovat. Inshaalloh, ya Alloh.